Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun ko'rib turgan uyimiz Qo'qon shahar Qo'chqorchi kommunada joylashgan 10 sotelli hovli uyimiz. Tayyor bitkazilgan, mevali daraxtlari tayyor bog'i bor. Uyimizning holati bemalol kirib yashaydigan holatda, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Ko'rishlaring mumkin. Hozir uyning ichlarini ko'rib chiqamiz va bog'iga o'tamiz. Bu tomonda mana mehmonlar uchun mehmonxona mana. Mana koridordan o'ng qo'lda zal, keyin bolalar yotoqxonasi, to'g'rida kattalar yotoqxonasi, chap qo'limizda oshxona. Tayyor kirib yashashga tayyor. Mana holati. Gazlari, отопление tizimi mavjud. Sanuzelimiz ichida mana kotyollari bor. Koridor qilib qo'yilgan tashqariga chiqish uchun. Sanuzelimiz holati mana. Bu tomonda spalniyaga kirib, spalniyadagi bekitib qo'yilsa, tashqaridan kirdi chiqdi qilinaveradi bemalol. Ikkinchisi mana bolalar uchun spalniya mana. Va uchinchi xonamiz mana kattalar yotoqxonasi, o'zini sanuzellari bilan. Hovlimizning tashqi ko'rinishi mana. Uyimizning bog' qismi отдельно ajratilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Gilos, olma, yong'oq mevali daraxtlari bor. Har yili hosil olinadi.